Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023 yili 11 ayning 18 kuni shanba. Bugun men tuvandagi iqtisodga oid mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Amerikaning iqtisodi haqida, shipirlik pul haqida va ham yana eglik tiklash va eglik tiklovchilar haqida. Amerikaning iqtisodi herhalde bütün dünyadaki davlatlarning iqtisodining ichida oldingi qatorda turibdi. Ya'ni işsizlik nisbati töven 4%dan töven, pul pahalılığı Merkezi Bankının ösümünü ötken yıl 3. aydan başlap hazırga kadar 11 qitim özgür aşırışı neticesinde bu tizgilinishga qarab tushdi. Yani ötken yılı 6. ayda pul pahalılığı 9,11%ga yetib, Amerika tarixida iqtisodida 40 yıldan bu yana ko'rilgan pul pahalılığı bo'lgan. Hazır bu 4%dan töven bo'ldi. Yani 3,7%ga tushdi. Demek bu nimani tushundirdi deganda Merkezi Bankının ösümni östürüşünün maqsadi pul pahalılığını tizginlash edi. Demek bu ko'rilgan tadbirlarninki önümü ko'rildi degan gap. Yani qo'llangan bu tadbirlarninki önümü ko'rildi degan gap. Pul pahalılığı tushyapti. Ammo maqsad Merkezi Bankının maqsadi odatda mal bahasının yıldan yılga paydan pay o'sishi 2% bilan 3% atrofida bo'lsa, muvaffaq deb qaraydi. Bu bir makroluk, cho'ng bir nishon yetmoqchi bo'lgan. Ammo bu yanala 4%ga yaqin bo'lganligi uchun Amerikaning iqtisodida harakat ilib borgan har qaysi taraflar, ilib borgan qaysi taraflar, masalan, shirkatlar, mablag' sog'uvchilar, anandan keyin aholilar bu ösüm nisbətinin, yəni ösüşüge yoki ösməsligiga və yoki ösüm nisbətinin kesişiga diqqət qiladi degan. Çünki ösümning Merkezi Bankının ösümünü östürüşününki iqtisod ko'rsatgan ta'siri ko'p taraflama. Men buni ikkinchi kitobim Egillik tiklash melodiyasi degan kitobimda ösüm o'stirgan vaqtda, Merkezi Bank ösüm o'stirgan vaqtda qaysi taraflarga qanday ta'sir ko'rsatadi degan bir temada sharhlaganligim uchun jiq bayon qilib ketmayman, ammo kichikda so'zlab qo'yay. Ya'ni bu o'sim o'sgan vaqtda odatda eng avval bu kishilarningki mandaq odamlarga ta'sir qiladi. Birinchisi, bir qism odamlar qo'lida naqd pul bor odamlar o'sim o'sgan vaqtda CD sotib oladi. Masalan, hozir 11 oylik, 7 oylik yoki 1 yillik CD olaman desa 5% pul berdi banka. 5% pul verdi. Siz amanat qo'ygan bu pulni banka yana boshqalarga qarz berdi degan gap. Chunki mashina oladigan bo'ladi, uy oladigan bo'ladi, nimaga halaqa kredit shirkatlariga iltimos qilib kredit kartochkalarini olib hajlaydigan bo'ladi. Masalan, uy yasayman deydigan bo'ladi. Ham ba'zilar yana favqulodda sharoit ostida ba'zi bir pullarga muhtoj bo'ladi. Ular 7% bo'lsa-mı, o'sim nisbati 8% bo'lsa-mı, qarz olishga majbur bo'ladigan ishlar bo'ldi. Chunki hayotda hamma odamningki hayoti tekshirmaydi. Yalaqa Anna Kareninaninki deganidek, baxtsiz odamlarning, baxtli odamlarning hikoyasining hammasi bir bo'ladi, baxtsizlarning hikoyasi har xil bo'ladi degan o'xshash. Shunga bu Merkezi Bankınınki ösümni östürüşü mana mushi taraflarga ta'sir ko'rsatadi. Yani amonat qo'ydiganlarga nisbatan aytgan vaqtda bular pulni bankaga qo'ydi. Yaxshi pul berganligi, ya'ni 5% pul berganligi uchun. Anandan keyin bir qismlarchi desa qarz olganlarga ta'sir ko'rsatadi. Qarz olganlar qanday ta'sir ko'rsatadi degan vaqtda uy mulk bozoriga ta'sir ko'rsatadi bular. Uy mulk bozoriga ta'sir ko'rsatgan vaqtda mortgage rate, ya'ni uylik uchun olgan qarzning o'simiga buni oshiradi. Masalan, hozir qaraydigan bo'lsak, 30 yillik qarz bilan uy olman degan odamlarning bankdan oladigan mortgage nisbati, ya'ni qarz nisbati oldingi yillarga nisbatan aytgan vaqtda xillam yuqori. Buni o'tgan qitim leksiyarimda so'zlab o'tdim. Undan sirt mana kredit kart shirkatlarimi, kredit kartochka shirkatlarimi bu o'simni o'stirib oldi. Bu hozir o'tgan yilga qaragan chaqda kredit kartini ishlatib, u sizning pulingiz emas, qarz olgan pul. Shu pulni vaqti-vaqtida to'lamasangiz, sizning to'laydigan qarzingiz
Yani her bir төлемеген pulga chiqadigan o'sim 20%dan yuqori degan gap. Ya'ni pulni vaqtida hajlagan kredit kartdan to'lagan pulni, ishlatgan pulni vaqtida to'lab bo'lmasangiz 28 kun bilan 31 kundan ichida bo'ldi. Sizga yuqori o'sim chiqdi degan gap. Bu joyda qarzdan qutlanmaysiz degan gap. Shunga mana hamda bu ahvol mushundaq ekan. Amerikaning iqtisodiga umumyuzlik diagnoz qo'ygan vaqtda nima deb qaraydi deganda, G'azina ministri Janet Yellen yaqinda dedi, Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ndi deydi. Ya'ni bu deganda Markaziy bank o'simni o'stadi, ammo ishsizlik nisbati jiq eshib ketmadi, pul paxalligi tushdi demakchi. Ya'ni Amerikaning iqtisodida chekinish bo'lmadi deydi. Endi iqtisodchilar nima deb qaraydi desa, kelar yil dunyoning umumyuzlik iqtisodi, dunyodagi umumiy milliy daromad 2,9% o'sadi deydi. Bu deganlik Xitoy bilan Amerikaningki bir yilda topgan umumiy tafovati ikki davlatning iqtisodi dunyo iqtisodining alohida 3dan 1dan jiqroqni egallaydi. Ya'ni butun dunyoning bir yillik ishlab chiqargan umum mahsulot miqdorini hisoblab kelsak, bu 90 trillion atrofida bo'ladi degan gap. Mana mush son agar mush analizchilarningki farzi taxminiy farzi reallikqa aylangan bo'lsa yoki reallikqa yaqin bo'lgan ish bo'lsa, bu kelar yili dunyoning umumyuzlik iqtisodi 2-3 trillion jiqroq bo'ladi bu yil qaraganda demakchi. Ya'ni Yevropada urush bo'layotdi, O'rta Sharqda to'qinish bo'layotdi. Anandan keyin dunyodagi iqtisod, dunyoning ikkinchi cho'ng iqtisodi deb qaralayotgan Xitoyning iqtisodida chekinish bo'layotdi. Xitoyda o'zi nurg'un iqtisodiy masalalar ko'rilyotdi. Mana mushundaq bo'lishiga qaramay, ya'ni dunyoning iqtisodiningki kelar yillik ishiga nisbatan aytgan vaqtda surat bu yil qaragan chaqda ozroq to'varak bo'ladi, ammo yana o'rta hisob bilan 2,19%lik oshidi deb faraz qilinyapti. Hamda bu albatta shu paychaklarga shirkatlarningki o'zlarininki mahsulot ishlab chiqarish, mulozimat bilan ta'minlash, adam elish, adam qoldirish degandek ishlarga ta'sir ko'rsatadi. Odatda iqtisod bak qizib ketgan vaqtda, pul paxaligi ko'rilgan vaqtda markaziy banklar o'simni o'stirish orqali shunday tadbir oladi. Agar bu tadbir muvofiq bo'lmay qolgan bo'lsa, bu ig'ir holda iqtisodning chekinishini, ishsizlikning ig'irlashini keltirib chiqaradi degan gap. Shunga intayin muvofiq miqdordagi dorini berish orqali kasal odamni saqaytish bu muhim. Shu xil kasal holatni tizimlashni aytmayman. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda boshqa yana demasakmi, Amerikaning iqtisodida ahvol har holda yaxshi. Xo'sh. Bu endi iqtisod to'g'risidagi cho'ngroq so'z. Endi shifrlik pul to'g'risida ba'zi abonentlarning qoldirgan savollar bor. Bu shifrlik pul bozori burada biroz qizish bo'lib qoldi qanday gap deb. To'g'ri. O'sha 2-3 haftadan buyon shifrlik pul bozoriga eqib kirgan pul dollar qiymati bo'yicha hisoblangan vaqtda 600 milliard dollardan ortiq. Ya'ni shu 3 haftaning ichida bu nima shunday bo'ldi? Bunday bo'lishiga sabab shu bozorga diqqat qilayotgan odamlarning esida bo'lishi kerak. O'tgan yili bahordan keyin ta hozirgacha alohida 1,5 yil vaqt ichida shifrlik pul bozorida ko'tarilish bo'lmagan. Mana ag'an nurg'un shifrlik pullar tushib, bu shifrlik pulning otisi deb qaralgan Bitcoin tushib, ashuna bo'lgan. Hozir bu yil 11-oyning 5-iga kelgan vaqtda bu Bitcoinning bahosi 30 mingdan oshib ketdi. Bultu 11-oyda Sam Fredman deydigan aloqa bir shifrlik pul shirkatini qurib, nurg'un pulni yeb ketgan bir 30 necha yoshli bolani tutgan. Shu nurg'un aloqa Solana degan pulga mablag' solgan, shundan keyin Solana pulining bahosi shundan tushib ketgan. Mana endi bu bola 11-oyning 2-kuni bu bola sotga chiqdi degandek. Ya'ni undaq aytgan vaqtda men shu kanalda Paul Krugman'ningki shifrlik pulning jini halqimiga kelib qoldimi degan bir maqolasini o'qib bergan. Umuman aytgan vaqtda biroz salbiy qaragan, an'anaviy mablag'chilik dokalardan Warren Buffett shifrlik pullarga nisbatan salbiy qaraydi. Shunda bo'lishiga qaramay, hozir shifrlik pul bozoriga pul yig'ib kiryapti.
Shipirlik pul bozoriga qaraydigan bo'lsak, kishilarning shipirlik pulga mablag' silib, boy bo'laman deydigan ochko'zlik darajasi ishib ketyapti. Endi shipirlik pulga hozir ko'pik ko'rilgandek turyapti hozircha. Buningdagi sabab nima degan vaqtda New York vaqti gezininki bir necha kun oldidagi xabarga qarasam, undaq bo'lishiga sabab Amerikaning danliq shipirlik pulga kriptokurrensi deb qo'yish, shipirlik pulga nisbatan aytgan vaqtda dastlabda dushmanli pozitsiyada turgan Wall Street ko'chasidagi bir qism pul muomala do'konlari, bir qism shirkatlar, BlackRock deymiz, Fidelity deymiz, bular Bitcoin va Ether qatorliq mandaq shipirlik pulga birinchi, ikkinchi o'rinda turadigan shipirlik pulga nisbatan umidvor qarab o'tibdi. Ya'ni Amerikaningki paycheki, ya'ni pul muomala mulklarini nazorat qiladigan, boshqaradigan Securities Exchange Commission deydigan mushu komissiyaga mushu shirkatlar Fidelity, BlackRock, andan keyin qaysi birisi bular iltimos qildi. Nima deb iltimos qildi desa, mushu Bitcoinning bahosini tekshiradigan, Etherning bahosining o'zgarishidan, mushu Bitcoinlardan, Etherlardan tarkib topgan, almashtirib bo'ladigan an'anaviy mushu pul muomala bozorida ilib satqil bo'ladigan ETF, Exchange Traded Fund degan bir xil fondni tashkil qilish kerak deb buni iltimosini o'tibdi. U tasdiqlanmabdi. Agar tasdiqlanib qolsa, bu yana buning bahosi yana o'sidi deganga. Ba'zi kishilar mush tasdiqlanadi. Cho'ng shirkatlar burun shipirlik pulga dushmani qaragan bu shirkatlar hozir shipirlik pullarga nisbatan o'zining qo'llashini ifodalab bu mundaq aytgan vaqtda o'zining yuziga tasdak silyotidi. O'zining yuziga o'zi tasdak sap turib, bir ish qildi degan gap, bular dot emas, buningda bir istiqbol bor deb qarayotdi. Ba'zi kishilar shunday deb qarayotdi. Qanday bo'ladi bu ishlar? Biz uqmaymiz buning ichida. Shunga men azaldan shipirlik pul to'g'ri so'zlagan vaqtda hayotimizda mavjud bo'layotgan, zamonimizda bo'layotgan texnik va jiq texniklik narsalarga masalan mening aqlim yetmaydi. Ammo pul muomala ixtisosidagi yangi yuzilinishlarga nisbatan aytgan vaqtda mushu narsalarni qarindoshlarimiz bilsin deb so'zlayapti. Men anglovchilarningki muvaffaq paytda muvaffaq mablag' silib turmushning yaxshilashini umid qilma. Hech kimningki ochko'zlik bilan mablag' silib ziyon tortdi, oxirida Bitcoinning gapini qilib odamni shitcoin qildi deb ranjib o'tirishini men xohlamayman. Burilam deganman ko'pchilikka. Men o'zim deb qo'ygan narsa Solana'ni olib qo'ydim. Ben bunda pullarga $500 jiq mablag' sanmayman deb. Ya'ni $500 jiq mablag' sanmasangizmi bo'ladi degan gapni degan. Agar uningdan jiq satsanglar o'zinglarning ochko'zligidan ko'ranglar degan. Kanalimni anglab kelayotgan odamlar buni o'zinglar uqsizlar. Masalan, bultu 11-oyda men Solana pulini masalab so'zlab, Solana puliga nimishqa qiziqqanligimni, nimishqa olganligimni, qanchalik olganligimni deb bergan. Ya'ni men o'zim qilgan ishni ko'pchilikka deb berdim. Solana puli shu chaqda men bultu so'zlagan vaqtda $13-14 tushib ketgan. Keyin men so'zlagandan keyin $9 tushib ketgan. Haqlar umidsiz qaragan. Mana Solana puli o'tgan hafta $68 chiqdi. Mush Solana pulini to'van chaqda nima olaman deganda bir necha yildan Solana'ni azroq olib qo'yinglar desam, azroq olib qo'yapti keyin 3 qatlabdi. Shunaqa gap. Demak, to'g'ri vaqtda, to'g'ri gap qilgan vaqtda ishlamishda 10 kilo degan gap. Ammo mening maqsadim kishilarni ochko'zlik bilan silib, mushningda umid bor, mushningda boy bo'lasizlar deganligim emas. Men uni tashviq qilmoqchi emasman. Mening qilmoqchi bo'lganim hayotimizga munosabatlik kichikgina bo'lsa-mu, iqtisodimizga foydali bir uchurlarni men yetkazib beray deyman. Maqsad kishilarimiz anglasa, muvaffaq bo'lsa, o'zining Xudoyim bergan aql bo'lgandan keyin shu bo'yicha o'zining tanlashini qilsa deyman. Masalan, nurg'un uchurlar bor. O'tganda bu asli bu kanalning boshlanishi emasmi? Pensiya puli haqida azroq kaynimizga pul tashlab qo'yish haqida, chunki hammamiz qaraymiz, Xudoyim umrimizni bersa. Andan keyin bajni qanday to'van to'laymiz, qanchalik pulni o'zimizga olib qolamiz degan masala haqida. Chunki men 30 necha yoshligimda o'qish bilan boshlanjiq o'ylashmagan. Ammo aşı yaşdaki insanlarımız oylaşsa, işler yaxşı olur deb qarğanlığım şunu so'zlab bergan. Shipirlik puldim shunaqa arqali dolqin ko'tarildi. Dolqin ko'tarilgandan keyin bu yangi yuzilinish. Agar biz buning keyinini qilsak,
ba'zi odamlar mablag' silib pulni tepiyverdi, oxirida shuning oldiga berib, andaki xizmat bersa, qachon bir xizmat berak, qachon bir bir ishimiz yaxshilaki deb talmirdigan o'ringa tushib qolamiz. Bunda o'ringa tushib qolmasligimiz uchun o'zimiz kallamizni ishlatishimiz kerak, aqlimiz bilan kichik ishlarni qilib chiqishimiz kerak. Masalan, solana pulini nimani olaman endi, mushuni olib qo'yinglar desam, olib qo'yapti ekan, azroq foyda ko'rapti ekan. Mondaq ish 3 qatli deydi, ma'lum deb qo'shallik bilan gap qildim, men qo'shilib qoldim. Ammo men hech kimni mondaq chiqinglar, mananda istiqbol bor demayman. Magipamni ko'pchilik cho'qim anglagan ko'pchilik biladi. 6 gaplarning hammasi mollaq chiqmaydi, ammo mushning ichidan ba'zilari chiqib qoladi degan. Mening yenimdimi bor, shu masalan, ayni chaqda Dogecoin deb shunday paytida setib olib yaxshi pul topganlar. Şu bunu şunda bilib qalsanglar, nemishqa shifrlik pul bozoriga nisbatan shu yaqinda jiq pul eqib kirdi degan vaqtda kishilar bunga yani umid bilan qaraydi. Hatto shifrlik pulning qish mazgili tugidi, endi bahor keladi deb qarayotganlar bor. Bu ko'pincha vaqtda ko'pikni, bubble'ni shakllantirib qo'ydi. Shunga har holda diqqat qilish kerak. Mablag'chilikda mablag'ni ko'p xillashtirish, hamma tuxumni bir so'vatga solmay, bir nechaga selish taklindi. Shunga birlam pulga islolmay, bir necha nazrak azazdan sap qo'ysak, ya'ni yo'qab ketib qolsa navada hech kimni ayblamagidak, o'zimizning ochko'zligini, boshqalarning yaxshi ko'nglini ayblamagidak paydab qolsak, ko'nglimizda o'zimizning tanlashiga minnatdor bo'lalig'idak shunday harakat qilsak bo'ladi deb qarayman. Xo'sh, endi egilik tiklash haqida. Ba'zi kishilarimiz chet elga chiqib, azto'l ish qilib, vatanda burun shirkat qurib, pul tepib, tijorat qilib qolgan ba'zi qarindoshlarimiz ancha-muncha paranglashib qo'yman. Shularning menga yetkazgan fikrda chet ellarda biz bu yerda egilik tiklashning, ish qilishning usullari boshqacha bo'ladi ekan, biz vatancha o'ylab qilib, azto'l ziyonga uchrab qoldik degan gaplarni yetkazganlar. Shuning bilan birlikda yangidan egilik tiklasak, yengidan bir ish qilsam deydiganlar bor. Buni biz xalq taraqqiyot turininki egilik tiklash sohasi bo'yicha biz o'tgan men deganimda 3 aylanni qo'llashni qaror qildik. Ya'ni bir mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, mush egilik tiklash degan narsaga bir obdan qiziqish kerak. Bizning odamlarimiz nima desa, oxirgi hisobda bu o'nim beradigan ish ashning keyinda bo'lsa, izchillan bo'lsa, to'g'ri niyat bilan, samimiylik bilan, rostchilik bilan shuning keyinda bo'lsa, mehnat qilsa cho'qim buning natijasi bo'ladi. Masalan, Joseph Schumpeter degan bir adam bor. Bu adam 20-asrning 5'te Avstraliyaning moliya ministri bo'lib, keyin 30-yillarda Amerikaga kelib, Harvard universitetida iqtisod professori bo'lgan. Shu odamning bir atalg'usi bor. Creative destruction deydigan. Nima desa, ijodiy buzg'unchilik deydi. Bu adam bir jamiyatda egilik tikluvchilar, ya'ni korxonachilar, egilik tikluvchilar intayin muhim rol o'ynaydi deydi. Bular jamiyatda o'zgarishninki avangardi deydi. Bular jamiyatga taraqqiyot olib keldi deydi. Nimishqa? Oyada ijodiy buzg'unchilar degan gap, bular yangi narsalarni ijod qiladi. Mavjud texnika, mavjud usul bularni parchaqlab tashlaydi, buzib tashlaydi degan gap. Ijodiylik nima? Buning ijodiylik natijasida yangi texnika barliq keldi, yangi mulozimat barliq keldi, yangi mahsulot barliq keldi, kengaydi, zo'raydi, nurg'atam ishga urilishdi, gullanishni barliq keltirdi deydi. Shunga bir millat, bir davlat taraqqiy qilaman, olg'a yuksalaman, nomrod qolmayman, xalqning qo'liga qarab qolmayman, shu qaddimni tik tutib yashayman deydi ekan, cho'qim egilik tiklashga qiziqish kerak. Bilimni tovarlashtirishga ham urinish kerak. Yana bir korxonachilik egilik tiklash sohasida izlangan bir odam bor. Bizning Bostonga yaqinida Babson kollej degan bir kollej bor. Bular korxonachilikda hali dangliq. Ya'ni ashuningda putdagan odamlar korxonachilik qilib, obdan korxonachilar chiqilgan, egilik tiklashchilar chiqilgan. Shuningda bir professor bor. William Bygrave degan. Bu odamning bir gapi. Qanday odam egilik tikluvchi bo'ldi? Egilik tikluvchi bo'lgan odam fursatli izlaydigan odam emas. Shu fursatni amaliyotga aylantirish uchun tijorat ya muayyan bir tashkiliy qurilmani barliq keltira oladigan odamlar egilik tikluvchi bo'ladi deb shunaqa gap. Ya'ni bu odamning demoqchi bo'lgan nima desa, pul topimi, ba'zida egilik tiklash degani pul topish deb tushundik.
Lekin ba'zida uning boshqacha ma'no beradi. Jamiyatga ma'no qo'shaman degan odam qarg'anchilik, eglik, tiklik bo'ldi deydi. Pul andan keyin o'zi ergishib keladi. Bu odamning demoqchi bo'lgani bir ish qilma, eglik tiklama degan iddianing bo'lishi muhim emas. Muhim, lekin asosli muhim narsa emas. Muhim narsa nima desa, shu iddiani harakatga aylantiradigan bir tashkiliy qurilmani barliq keltirish muhim. Ya'ni odam kuchi, texnika, mablag' buni yig'ib akilib, oxir o'zining o'yini, o'zi bayqagan narsani, fursatni tutib, natija qozonish deb shundoq fikr qilgan bu odam. Thomas Edisonni ko'pchilik o'qidi. Asl ismi Thomas Edison, kishilar Edison deydi. Edison ayni vaqtda 19-asrda o'sha Amerika jamiyatida sanoatli toza gurildab mengayotgan chaq qarab shaharlarning kengayishi, anadan keyin aholilarningki o'ltiroq binolarda bo'lishi, uylarda bo'lishi, lekin qarong'ichilik bor. Buning kishilar sham yoqqan, jinchiroq yoqqan, kirsin lampa yoqqan, shunday elektrni shunday kengaytsam, yaxshi o'g'dak deb tajribaxonada ishlab, tajriba qilib buning nisbatan bu tajribaxonasini yem-yemgan chapanmagandek pulomisi tadqiqot qilolmaydi. R&D deb qo'ydi, research and development deydi. Har qanday bir millat, har qanday bir davlat taraqqiy qilaman desa, cho'qim bir turkum odam kuchini, bir turkum moliya kuchini shunday fan texnika sohasida moddiy quvvat bilan dastaqlash kerak-da, qo'llash kerak. Mana bu odamning shu taraqqiyotini, nimasini, shu lampochka, shu tokchirog'ni ijod qilaman, shu nima qilaman deb taraqqiy qildirman degan vaqtda shu hozir biz degan JP Morgan'ninki egillari, Drexel degan cho'ng boylar, kapitalistlar mablag' bilan ta'minlagan. Bu odam anadan keyin shu xalqni kechining qorong'usidan qutqizma degan oxir iddianing ta'sirida bir xil lampochka chiroqni, tok chiroqni paydo qilib, anadan keyin uni odam kuchi, texnika, boshqaruvchilarni yig'ib, korxona shaklida uni ifodalagan. Korxona shaklida ishini taraqqiy qilgan. Ya'ni ham fan texnika kashfiyotchi bo'lgan, ham korxonchi bo'lgan degan gap. Bugungi kundagi Amerikadagi General Motors deb qo'yamiz bu. General Motors mushu shirkatning asli ulini sog'uvchi Thomas Edison degan kishi. Hozir mana Thomas mushu General Motors degan bu shirkat SP 500 ko'rsatkichidagi bir shirkatning birisi mushu. Ya'ni mushuning P-ni 500 ning ichida hisoblaydi. Xalqaro shirkat degan gap. Hozir paycheki $120 atrofida bu shirkatning mushundaq hamda, ya'ni Edison ayni vaqtda bir narsani ijod qilib qo'yib o'tamagan, u buni tovarlashtirman degan, ya'ni shirkat shaklini qo'llangan, ya'ni tijoriy bir tashkiliy qurilmani barpo qilib, odamlarni, emgak kapitalni hammani birlashtirib, o'z texnika va mahsulotlarni ishlab chiqarib, zavodlarni qurib, shundaq beg'an demakchi. Ham undan sirt yana tijorat yo'g'ishi William Bygrave'ning bo'yicha ilib aytsak, muayyan bir savdo fursatini izlaydigan odam. Savdo fursatini izlab yashaydigan odam. Masalan, Airbnb'ning qurg'uvchisi kim edi ismi? Gabriel Jab nima edi? Mush bir ikki bola 2007-yili bular San Fransiskoda yashab, uyning ijarasi qimmat bo'lgandan to'xtab turadi. Mushu uyning ijarasini to'lab qilamidik. Mushu uyni bir torbit yasab, bizning uyda hafta oxirida yazsang, bir kunlik bir quni olsang $80 to'laysan desek bo'ladimi deb. Shu e'lonni berib qo'ygan gap. E'lonni berib qo'ygandan keyin Brian bilan nima deyman? Brian ismini unutib qolibdimi? Brian bilan Jabiya degan bola deyman, shunaqa bir bola. Shuning bilan aniki e'lonni versa, xalqning o'yi bu o'zi turib, lekin shanba kuni bizning uyda qon, lekin pul to'laysan desa $80 3 odam chiqqan gap. Dastlabki bir haftasilam to'xtab turma, bo'ldiga ishga ma'qul deb, endi boshqa uyi va odamlarning uyini ijaraga kelib Airbnb'ning asosan shunaqa qurilgan gap. Undan 2008-yili yozga, bahorga kelgan vaqtda ular yana bir burungi yotoqda ishlar hamkorlashib, andan shu chaqda 2008-yil saylov mazgili bo'lgan chaqda bir narsalarni bular setib $30,000 mablag' to'plab, andan keyin Y Accelerator program deydigan yangidan shirkat qurmoqchi bo'lgan, startup, yangi shirkat qurmoqchi bo'lgan odamlarni tarbiyalaydigan bir kursda o'qib chiqib, to'xta,
biz özümüzдің maharetini texmi yükseldireyli deb resim taptish, bu mesela bəmək yoğan oyunu resimini yaxşı çıqırış, ilan sanatını yaxşı qilish orqali 2008 yildagi shu chaqda mingdak odamga uy ta'minlashdan 1 million odamga dunyo xarakterlik buni kengaytib, chunki internet davri ya bu. 1 million odamga shu uyni shundoq ijaraga berib pul topadigan bir shirkatga aylanib 2015 yilga kelgan chaqda bularning yillik kirimi 1 milliardga yaqinlashib qolgan. Şirketning bozor qiymati 2015 yilda 26 milliardga yetgan o'sha shirkatga aylangan. Ya'ni bu yerni buni so'zlash orqali nima demoqchiman desa, kichikgina bir ish, shunami? Bular turmush qistigan, muhtojlik mavqiyatining onasi degan gap mushu mana. Turmush qistigan yosh bolalar pulini to'lash qijlangan shundan to'xtatib bu shu uyimizni haqqa shunaq ijara berib baqsaq qanday bo'ladi deb o'zining uyi emas, xalqning o'zi ijara olib turayotgan uyini başlığa jarıp şu xil iddia bilan bular ishni boshlagan. Oxirida bu xalqarалық şirketga aylanib ketgan degan gap. Şunu bizning qarindoshlarimiz bu shaqda iyilik tilayman degan yoshlarimiz, texnika bilgan yoshlarimiz, injenerlik o'qigan, kompyuter injenerlik o'qigan yoshlarimiz nima qilib baqsa, tashib baqsa bo'ladi. Kitobimda men ikki misol oldim. Birisi Uyg'ur yemak-ichmakchiligida, Uyg'ur oshxonasining şu ilgili texnika şuma, annenevi texnika şu, özgüçü tam, özgüçü xuruş degandek. Texnika şu bir lagman yasaşmı, aşman yasaşmı, şu bir özgüçü texnika başqası qılamaydı onu. Qılamaydı, emas vay yetkizib qılamaydı degan gap. Anandan keyin mavu anandan keyin kompyuter o'nshaydigan bir kichik shirkatning qurilishini, hemen bularni ko'paydi deb o'ylayman. Chunki qaraydigan bo'lsak, Muşu 10 yıl, 20 yılın içinde cemiyette özgürlüğüne aydınca kulap gitti. Mesela ben kelgen vaxtımı, şu Amerika kelgen vaxtımı öydekilerge telefon kıysam $5 telefon kartçısı setilip öyge telefonum battı. Bana kol telefon yoktu. Şu Amerika'da mı 98 yıllarda da. Bana hazır kolumuzda kompüter var. Yani akıllı telefon, iPhone diyen şu kompüter. Onda hesaplaş maşinesi var, hesaplığışı var. Ama her xil app'lar var. Birini yazgılı oldu, birini hesaplıqlı oldu, degan o'xshash. Anandan keyin bir chaqlarda fax deydigan narsalar bo'ladi. Bir chaqlarda masalan kompyuter deymiz dastlabki kompyuter texnikasimi 90-yillarda biz bir narsalarni chekib ko'ralaydik, ammo aloqalamaydi haqlan. Keyin u taraqq qilib hozir nimada internet texnikasida 3-chi qitimliq inqilab yuz berish oldi turibdi. Birinchi qitimliq HTTP degan, ikkinchi qitimliq nima desam, ikkinchi qitimliq inqilab shunaq business to business shunaq korxonalar bilan korxonalar aloqaladigan, iste'molchilar bilan korxona aloqaladigan bir mesela Amazon biz barimiz, to'g'ri barimiz, bir narsani olamiz, uchurlarimizni to'shqizimiz, bir narsani sotib olamiz, keladi. Endi 3-chi qitimliq inqilab yuz berish davri turibdi. Bu nima? Bu bizning uchurlarimizni hozir 3-chi bir taraf mesela Amazon saqlab oldi. Biz pul to'lagandan keyin palanchi mahsulot soat manchida, palanchi yerda sotilindi, palanchi yerga bordi. Manchilik makinada bordi. Endi 3-chi qitimliq inqilobda nima bo'lmoqchi desa, bizning aql shaxsiy uchurlarimizni nimalar saqlayolmaydigan, uchinchi taraf saqlayolmaydigan bir ahvol. Ya'ni bu iste'molchilarningki maxfiyatini, shaxsiyatini qo'g'dash deganga o'xshashmi shunday bir ishlar. Endi ma'volikqa ba'zi kishilar so'raydi, shipirlik pul degan aldamchilik qanday emas deb. To'g'ri, mush gapni deb qo'yay. Shipirlik pul sohasida hozir yaqindan buyon jamiyatlarda aldamchilik ko'payib qolibdi ko'pchilik. Shuning hargizma shipirlik pulga bilmagan, ishonmagan applarni sotib olmaslik kerak. Ba'zi odamlarning gapiga ishonib ketmaslik kerak. Coinbase, Robinhood degandek narsalarni ishlasak bo'ldi agar azroq bir $300, $400 pulimiz bo'lsa, ma'lum bir pulni olib qo'yay desak. Onun bir deb qo'y o'z navbatida. Ananiki mush shipirlik pullarning ichida ba'zilari masalan Ether deymiz, Bitcoinning o'zining texnikasi va Bitcoin texnikasi va Asola'ning va Solananing va bu bir digital infrastructure deymiz. Shipirlik misa, sipirlik asosi muassasa. Yani bir poyez minish uchun uning relisi bo'lishi kerak temir yo'lning. Ama mashin minish uchun tosh yo'l bo'lishi kerak deganga o'xshash. Bularning o'z oldiga mahsulotlar bo'ladi. Buningdan keyin ko'plab
aşındaq sıfırlıq məzmundakı məhsulotlar, mülazimətlər dünyaya kelidi. Mana şularning yurishi uchun musha hozir biz deyilayotgan 30 mingdan ortiq shifrliq pulning ichidagi hozir bozorga solinayotgan 10 mingdak mushularning ichida ba'zilari asqatidi, nurg'unlari shalinib qoldi degan gap. Shuning men ko'pchilikni mushudan xabar topsin deyman. Hamda to'g'ri, yana bir ish, kelar haftadan boshlab men haftada bir qitim shu maxsus ig'lik tiklash to'g'risida sistemlik bir leksiya so'zlab beray deb o'ylab menyapman. Ya'ni men ig'lik tiklashga loyiq xarakter menda bormi, yo'qmi? Ig'lik tiklagan vaqtda nima qilamiz? Albatta bu mening kallamdan chiqmaydi. Men material o'qib, anan ko'pchilikka shuni yetkazib berman. Bizning Uyg'urlarning bizning hayotimizga tatbiqlashga tirishib demoqchi. Xo'sh.